Assalomu alaykum jigarlar. Mana sizlarga zo'r ish chiqaraman degan edimmi? Mana sizlarga ish chiqarishni boshladim. Videoga bir nonadan like deb bosamiz, обязательно shu videoni do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblastda Moskvadan объемga ham ish bor, kunlikka ham ish bor. Akalar, opalar, shu videoni to oxirigacha ko'ringlar va обязательно поддержка qilinglar shu videomizni. Maksimalniy поддержка qilinglar. 1 sekunddan vaqtlaringiz ketmaydi. Like bosamiz, обязательно kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib qo'yamiz. Qanday ishlar kerak bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yamiz. Telegram kanalimda, TikTok kanalimda silkasini kommentariyaga zakрепить qilib qo'yaman. O'tib подписаться qilib qo'yinglar. Etlarga ham zo'r videolar chiqaraman, zo'r ishlarni chiqaraman. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Upakovkada ishlarimiz bor, komplektovkada ishlarimiz bor, грузчикlikka ishlarimiz bor. Upakovka 10 soat ishi 3,5 ming rubl smenasiga to'lanadi. Yotoqxona registratsiya qilib beradi. Bir oyda 2 marta oylik beradi va har hafta avansi bor. Upakovkada oyiga 105 mingdan 108 ming rublgacha ishlasangiz bo'ladi. Bu 10 soat ishi, 11 soat pas, 12 soat pas, 13 soat pas, 10 soat ishlaysiz. O'tirib ishlaysiz, oson va yengil ishlar, ayol kishilarga Moskovskiy oblast yo Moskva dokumenti bilan qabul qiladi. Komplektovkada yana ishlarimiz bor. Komplektovkada skaner bilan tovar terasiz, smenasiga 7-8 ming 10 ming rublgacha ishlasangiz bo'ladi. 7-8 ming rubl ishlasangiz oyiga 200 mingdan 240 ming rublgacha ham ish topsangiz bo'ladi. Komplektovkada tovar bilan zakaz terasiz. Bu Valberes skladida, Pochta Rossiya skladida bu ishlar. Va yana bir narsa, водитель shtabilyor kerak. Shtabilyorga ishchilarni olamiz. Bu Moskovskiy oblast, город Домодедовоda Pepsi skladiga shtabilyor ishchilar kerak. Объемga ishlaysiz, smenasiga 7 ming, 8 ming, 9 ming rublgacha ish topsangiz bo'ladi. Yotoqxonasi, registratsiyasi, obedi, formasi absolutni бесплатный. Akalar, opalar, maksimalniy shu videoni tarqatamiz. Bu tarafga tarqatib qo'yamiz. Bekor yurgan akalarimiz inshaalloh shu bir dona bosgan laykingiz orqali keladi, ishga joylashadi. Sizlar поддержка qilsalaring, xudo xolasa sizlarni поддержкаларingiz bilan har kuni yangi zo'r yaxshi ishlarni chiqarishni boshlaymiz. Mana men o'zim ishni boshlaganman, xudo xolasa. Skladlarga borib videolarni ko'rsatamiz. Odamlar nima ish qilyapti, qanday oylik olyapti, hammasini inshaalloh sizlarni поддержкаларинgiz bilan chiqaramiz, ko'rsatamiz, hammasini ko'rsatamiz. Inshaalloh sizlar поддержка qilsalaring bo'ldi. Videoga bir nonadan like bosinglar, обязательно shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Ishlar bor hozir, shtabilyorga ishlarimiz bor, komplektovkada, upakovkada, грузчикlikka ishlarimiz bor. Oyliklari bir oyda 2 marta bez adeshga beradi. Hammasi официальный ishlar, трудовой договор beradi, registratsiya qilib beradi, yotoqxona beradi. Obed plus kompensatsiya qiladi yoki obed beradi. Hammasini absolutni yordam beradi. Inshaalloh sizlar поддержка qilsalaring, juda ham ko'p odamlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan yozishyapti, Turkmanistondan yana yozishyapti. Yangi keladigan odamlarga Rossiyaga yangi kelsa sharoit yaratib beringlar deyapti. Xudo xolasa shunday ishlarni ham chiqaramiz. Sizlar поддержка qilib turinglar, inshaalloh shunday ishlarni ham chiqaramiz. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Xayr.